Hammaga assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? O'tgan videoning tagida уже почти 2000 ta prosmotr, 100 ta like bo'pti. Hammaga rahmat. 1,5 ming ta obunachini ham davet qilib qo'yibsizlar. Aytganimdek, streamda aytdim bugun, stream bo'ldi. Agar 2000 ta подписчикni davet qilsanglar, xudo xolasa, akkauntli konkurs yoki-da Brawl Pass plusli konkurs qilib beraman Telegram kanalda. Va bugungi videoni boshladik. Bo'lmasa, bugungi videoda yangi chiqqan brawlerning nomi Kadze ekan. 11-yilga prokatcha chiqib turib, 0 dan 1000gacha yutqizmasdan, xudo xolasa, sizga ko'tarib bermoqchiman chiroyli qilib. Hali bir marta ham o'ynamadim chiqqandan beri, по крайней мере. Va bugungi videoda aytmoqchiman, ko'pchilik donat servis, akkaunt savdo kanal, bu servis cho'zilib ketdi, nima bo'ldi, yangiliklar kanali, Brawl Stars haqida oxirgi yangiliklar nima bo'ldi deb so'raganlar bor. Videoni tagida video chiqishi bilan, xudo xolasa, hammasini taxlab, videoni tagida основной Telegram kanalining ссылкасini qoldiraman. Kanalga kirsanglar, tepada zakrep bo'ladi, Telegramda bilsanglar, zakrep bo'ladi va zakrepda donat servis, akkaunt savdo kanali, bu servis, mana shu 3 ta kanalga linkni qo'yib qo'yaman. Bu kanallarni men zakritay qilaman nimaga? Chunki ham Supercell creator bo'lib turib, bunaqa 3 ta kanalni yuritib bo'lmaydi, yuritish mumkin emas. Chunki qanday aytsam, Brawl Starsda akkaunt savdo mumkin emas, noqonuniy, donat servis noqonuniy. Xo'p, bu servis noqonuniy, Brawl Stars qoidalariga to'g'ri kelmaydi bu narsa. O'sha uchun hozircha zakritay qilib turaman. O'ylaymanki, Supercell bu gaplarimni tarjima qilib turib, qandaydir Google переводчикdanmi yoki ilojini qilib turib tarjima qilib meni ban qilib yormaydi. Nimaga ban qilib yormaydi deyapman? Chunki noqonuniy bo'lgani uchun bittada Supercell akkauntni ham Brawl Stars akkauntni ham ban qilib yorishi mumkin. Shunaqa gaplar jigarlar. O'tib turib zakrepda zapros tashlasanglar, admin qabul qiladi. Agar admin qabul qilmasa, zapros tashlayotganda adminning yuzeri turgan bo'ladi. Yuzerga yozib turib подтвердить qilsanglar, tipa o'zingizlarning lичностьlarni aytsanglar, masalan, o'zbekman yoki-da nimadir deb yozib qo'ysanglar, assalomu alaykum deb yozib qo'ysanglar, admin qabul qiladi. Chunki Supercellning Creators dasturiga YouTube ham, Instagram ham ulangan. Ular bemalol videoni ko'rib turib, Telegram kanaliga o'tishi mumkin. Telegram kanalda noqonuniy narsa qilmayaptimi deb ko'rish mumkin. O'shanga xudo xolasa 3 ta kanalni ochib qo'yaman sizlarga. Chiroyli qilib foydalanishingiz mumkin. Bo'lmasa, o'yinni boshladik, full fokusli o'yinni. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r akkauntlarni olib kelamiz. Lekin admin savdo, akkaunt savdo kanalining admini 15 kun, yarim oyga offline bo'ladi vaqtinchalik. Xudo xolasa, pushni tugatganimcha normalniy akkauntlarni olib kelamiz O'zbekistonga. Bemalol 2,5 million, 3 milliondan boshlab prokachkasi pastroq bo'lsa ham, prokachkasi full bo'ladi. Kuboki pastroq bo'lsa ham bemalol meteorli akkauntlar olishingiz mumkin. Kuboki pas bo'lsa ham 35-rangi bo'lgan akkauntlar olishingiz mumkin. To'g'ri, akkaunt olganinglar bilan sizlarning skillingiz oshib qolmaydi, lekin sal normalniroq bo'lsa ham o'yinchilar sizlar bilan o'ynashni boshlaydi-da. Chunki akkauntingizda Master 35 yoki-da kattaroq kubok достижения bo'lmasa, sizlar bilan o'ynash amri maholda. Qarab turib aytadi, tipa o'ziga yarasha o'yinchi ekan, hozir o'ynasam yutqizamiz deydi. Bir akkaunt olgandan ko'ra ko'proq trenirovka qilish kerak, o'zingizlarning akkauntinglarni kuchaytirish kerak, shunaqa. Bo'lmasa har 100 ta kubokdagi narezkani qo'yib o'taman. Bemalol Telegramga o'tib qo'yishingiz mumkin. Like, подписка ayamanglar. Kechasi soat почти 1 bo'lyapti, uxlash kerak bu payt. Sizlar uchun o'zimiz sheriklarim bilan video записывать qilyapmiz. Bo'lmasa hammaga приятного просмотра jigarlar. Soat уже почти 3 bo'ldi. 2 minut qoldi 3 bo'lishiga. 2 soatning ichida 890 ta kubok
Bitta ham lussiz qilamiz deb o'ylagandik. Lekin Brawl Stars'ni o'zidan o'zi otib yordi. Zapisni yoqish esimdan chiqibdi. Charchagandim. To'g'risi, miyamga kelmadi zapisni yoqish. Bitta luz bo'ldi-da, baribir bitta luz bo'ldi. Xohlasanglar hisoblab ko'ringlar kalkulyatordan nimada. Bilsanglar bir paytlar o'zidan o'zi ham qilardi. O'zidan o'zi o'yindan otib yorardi, keyin kirgizmasdan shunaqa bo'ldi. Bunaqa qilishni biz ham bilamiz, lekin mumkin emas. Ban bersa bo'ladi bunaqa narsaga ham. Javob tashlab qo'ydim, ban beradi degan umiddaman. Bir paytlar rosa ko'paygandi shunaqa narsa. Уже 900 ta kubik bo'ladi hozir. Chiroyli qilib bezlus qilmoqchi edim, o'xshamadi. Voy, o'lib qoldim. Azim Dayara sheriklarim bilan o'ynayapman. Azimni taniydiganlar bo'lsa bordir. Komment yozib ketishinglar mumkin. Xudo xolisa bu servisda Azim yuritadi o'zi. Endi hammalarga yozishga vaqtim bo'lmaydi-ku baribir. Azimda o'zi qaraydi. Yozaverasizlar Azimga. Hop. Pastda iloji bormi? Past. Xarosh. O'zimga o'zim xarosh debman-da. Rahmat. Hozir tushunishinglar uchun 3 ta telefonni oldimga olib kelganman-da. Juda yaxshi bilmayman-ku endi qanday qiladi. Umrimda video olmaganman-ku, endi 4-videoyim bor yo'g'i, katta videolardan. Oldimda bitta telefonda hozir sheriklarim bilan voice'da naushnikda gaplashib o'tiribman. Ham ikkinchi telefonda diktofondan zapis qilyapman. Keyin planshetda bu yoqda o'ynayapman, чтобы sizlarga sifatli kontent ovozini maza qilib eshitishinglar uchun. Mana shunaqa. Xudo xolisa bugun agar уже seshanba bo'lsa, seshanba bo'ladigan bo'lsa, payshanba kuni sliv. Chetga ketib bordim. Payshanba kuni sezon zibros bo'ladi va men chorshanba kuni sizlarga xohlasa, yo'q. Mani loq deb o'ylaydimi bu shayli o'zicha? Sen o'qigan kitobda men yozganman, bratishka. Tuda. Ishqilib video qo'yiladi. Bugun seshanbami? Bugun seshanba bo'lsa, bemalol kirib Telegram zakrepdan основной kanalimga ссылкani qo'yib qo'yaman описаниеda. Tepaga zakrepga chiqib turib navigatsiya bo'ladi. Полный kanallarga, hamma yo'nalishlarga navigatsiya bo'ladi, ссылкаlar, narxlar bilan. Kirib turib bemalol zaпрос tashlasanglar kanalga. Da, eshityapman. Skidka nimaga? Videoda promokod qoldiramiz, yashirin promokod. Hozir nechinchidir minutga ketyapti va mana shu daqiqadan boshlab promokod qoldiramiz. Azimga yozsanglar promokod bilan. Yo'q, kommentariyaga emas, kommentariyada yozishsa hamma bilib qoladi-ku. Kommentariyaga yozmanglar ishqilib. Topganlar. Mayli yozsanglar ham yaxshilik. Ishqilib, adminga yozsanglar, zaprosni qabul qilgandan keyin o'zi sizlarga chiroyli qilib skidka qilib beradi. Qancha qilib berishni aytmayman. Sir bo'lib qola qolsin, qiziq bo'ladi. Yozsanglar qarab, obyomiga qarab, xohlasanglar optim, xohlas. Xarosh. Full focus o'ynaymiz bu o'yinda. Mana bunday qilib oddiygina aldab urish yo'llari ham bor. Kuzatishda davom etsanglar, sizlarga chiroyli guide videolarni ko'rsatamiz. Qanday o'ynash, o'y bilan chiqardim. Opa, pasik bu хороший сейчас. Mayli, xo'jam. Mana shunaqa payt vaqtida o'zini tiyish va qaytish kerak. Men atela bo'ldim, чтобы bular o'lishiga yaqinman tirilishim uchun.
Hozir masalan mantirlaman. Mana lo'q deb o'ylaydi-da bular azima. O'zicha. Kecha master qilib turib. Voy. Kallasi ishlab qoldi gafsni. U yosh. Biling. Voy. Nahotki lose. Bas, hozir anu bilan o'ynamayapmiz-da biz. Ay, xarrosh, azimchik. Xarrosh, молодец, azim, молодец. Просто biz hozir normalniy pik bilan o'ynamayapmiz-da. Qo'limizga nima tushgan bo'lsa o'sha bilan o'ynaymiz, yutishimizni bilib turib. O'sha uchun sal qiynalamiz, uni baribir yutamiz. Нет, по сути. Убьешь? Nimadir qilsak bo'ladi, gipering yig'ilsa. Mana shunaqa payt giper yoki sheriginglarning ultasidan o'ynaysizlar-da. Qiynalayapsizlarmi? Kutasizlar vaqtdan. O'zi shans keladi. Mana shunaqa payt, xudo xolasa, teammateimiz молодец, mana shunaqa gol uradi. Shunaqa. 2-6 o'ynabman. Bo'lmasa ko'p gapirmayman jigarlar. 2-3 ta katka o'tkazib yuboramiz va 980 kelganda men o'zim sizlarga aloqaga chiqaman. Jigarlar, уже 3 ta o'yin qoldi. Sizlarsiz 2 ta o'yin o'ynadik. Keyingi video yana bitta video olishim mumkin. Agar bugun seshanba kun videoni qo'yadigan bo'lsam, yana bitta video olishim mumkin chorshanba kunga. Qanaqa video chiqaring, nima deysizlar? Yoki de просто Jayongni men qilganimmi? Deb qiziqmas deb o'ylayman. Turnir haqida video qilaymi yoki de turnir qilishimiz 3 ga 3, 1 ga 1. No lekin shada turnir qilmayman aytib qo'y. Shada просто sizlarni skillinglarni tushirib tashlaydi. Shada hech qachon o'ynamanglar. No hammaga har xil ta'sir qiladi-yu menimcha. Ko'ryapsizlarmi, shada o'ynaganda ham sherigim. O'sha uchun kalta o'ylaydi. Qachonlar gol urib bo'lgan bo'lardik bular shida o'ynamaganda. To'g'ri, men ham bir paytlar faqat shida o'ynaganman. No, hamma ham xato qiladi, lekin men emas. Chumo pas bersang bo'lardi-yu. Nima farqi bor? Xudo xolasa. Kompyuter olsam, xarosh. Kompyuter oladigan bo'lsam, sizlarga даже sheriklarimni ham ovozigacha qilib bera olaman. O'sha uchun tezroq harakat qilib, podpисчикlarni ko'paytirib, layklarni bosib, reklamalarni olib. Короче, soqqani bosish kerak-da. 20 million bugun berib tura olsa, berib tursin, mayli. Просто так. Da, lishniy bo'lmaydi. Xursand bo'laman. Boost qilib berishim mumkin 20 millionga. Bitta max rank. No, max rank ham ko'pda, 20 millionga to'g'risi. 25 million bersaring max rankka normalniy bo'ladi. Hazlashayman jigarlar. Jigar deydi-ku. Xarosh. Ko'ryapsizlarmi, men bu O'zbekistonda 2000 qilmagan bo'lsa ham non zo'r o'ynaydi. Endi 1 ga 1 da bu blять, adashib ketdim. Короче, oxirgi o'yin 1 ga 1 da bo'ldi o'ynab bo'lmaydi-ku. 3 bo'ldi esa jigarlar. 3 dan 4 o'tibdi. 2 soatning ichida men qilib tashlayapmiz-da. 2 soat, 2 soat 10 minut. Farqi yo'q, xolasa birinchi silani olsin, baribir yutamiz oxirgi o'yin, короче. Bir marta yutqizib qo'ydik-da, chichib qo'ydik. Chichib qo'ymadik-ku, Brawl Stars taybida bu o'zi. Shunaqa narsalarga qarshi anti-cheat, anti-ban qilmaganda.
Короче, oxirgi o'yinda ko'ringlar va kayf qilinglar. Chiroyli o'yin ko'rsatishga harakat qilamiz. Ba'zi bor ekan-e. Ko'rdinglarmi? Urdi, gap yo'q azim. Kommentda mana shu daqiqani yozinglar-da. Azim top deb yozib ketinglar, tamom. Tipa anu masalan hozir 10 yoki 15 minutda bo'ladigan bo'lsa, tipa 12.42 yozsanglar, o orqamdan yurishini uchumoni. Va jigarlar, bu 1000 kubik. Bezlus qilmoqchi edim. O'xshamadi. Va 47 strik. Nima gap? Ana shunaqa gaplar. Kezni 1000 qildik. Faqat Jayon qoldi. Xolasanglar keyingi videoda Jayonni ko'taramiz. Lekin bilmadim. Jayon va Lumi qoldi. Ikkalasini keyingi videoda xolasanglar ko'taramiz. Va mana buni qaranglar, jigarlar. Mana shunaqa narsalarni sizlar ham olishni xohlasanglar, sekin donat servisga o'tib qo'yasizlar. Bemalol shunaqa narsalarni aktivate qilishinglar mumkin sizlar ham. Lekin biz bu narsani keyingi sezonga olib qo'yamiz, чтобы yangi chiqadigan Mortis'ni skinini olish uchun. Ko'rganlar bo'lsa, yozib ketishinglar mumkin, sizlarga yoqdimi yoki yo'q. Va videoni shu minutasida tugatamiz va like, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar, chunki Azim aytibdi. Azim aytganini esa qilmaslik bu yaxshi ish emas. Va aytganimdek, silkani video tagida opisaniyada qoldiraman. Bemalol silkadan o'tib Telegram основной kanalga navigatsiyadan donat servis, akkaunt savdo kanal va bu servisga o'tishinglar mumkin. Zaprosni qabul qilamiz. Zakritый kanal bo'ladi. Nimaga? Chunki ban bo'lishi mumkin. Boshida ham aytdim. O'shanga agar zaпрос qabul qilinmasa, podozrение bo'ladi sizlarga va adminga yozsanglar, ajab assalomu alaykum deb yozib qo'ysanglar, o'zi qabul qiladi. Va videoni shu joyda tugatamiz. Maksimal like, поддержка kutaman hammadan. Sizlarga ham omad bo'lmasa. To'xtanglar. Hammasini aytibman, bu servis, donat servis, akkaunt savdo kanal, hammasini aytibman. Lekin asosiysi yangilik kanalni aytish esimdan chiqibdi. To'g'ri, qolganlari noqonuniydir, lekin yangilik kanal 100% qonuniy. Официальный Supercell Creator dasturi bor, bilsanglar, o'sha dasturdan официальный tasdiqlangan eng oxirgi yangiliklar, balanslar, yakida yangi bayt qachon chiqishi, hamma yangiliklar, o'yinda nima yangiliklar bo'ladi, hamma yangiliklarni o'sha kanalda ko'rishinglar mumkin. U kanalni hozir agar Telegram kanaliga o'tadigan bo'lsanglar, videoni silkasi bo'ladi va videoni silkasini tagidan keyin soat 11 da video chiqadi. 11 dan keyin sirazi yangilik Brawl Stars yangiliklar kanalini silkasini tashab qo'yaman. Bemalol kirib, eng oxirgi yangiliklarni bilishinglar mumkin. U yerda texpererif bo'ladimi, nima bo'ladi, qachon tugaydi, hamma narsani bilishinglar mumkin. Like, podpiskani bosamiz va videoni shu joyda tugataman. Hammaga omad.